Bugun mamlakatimizda aholining turmush darajasini yaxshilash va inson manfaatlari yo'lida olib borilayotgan islohotlar natijasida aholining turmush darajasi yaxshilanib bormoqda. Shuningdek, viloyatning Urgut tumanida ham inson qadri uchun dam oila asosida qator ishlar amalga oshirilmoqda. Mahallalarda olib borilayotgan bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlarining samarasi o'laroq hududlar kun sayin obod go'shalarga aylanib boryapti. Tumanning Kenagas mahallasi, Ravot, Kenagas hamda Jag'alboy qishloqlarini o'z ichiga olib, unda yashovchi aholi soni 6642 nafarni tashkil etadi. Aholining asosiy drayveri dehqonchilik, chorvachilik va tadbirkorlik hisoblanadi. Bahor keldi deguncha aholi ko'cha va xiyobonlarda obodonlashtirish hamda tomorqa yer maydonlarida dehqonchilik ishlarini boshlab yuboradi. Ayniqsa mahalla ahli Navro'z umumxalq bayrami arafasida bir yoqadan bosh chiqarib, obodonlashtirish ishlarida hamjihatlilik ko'rsatadi. Tomorqadan samarali foydalanishda Ishnazarovlar xonadoni ko'pchilikka namuna bo'lib keladi. Xonadon sohibasi Dilbar opa dehqonchilik hadisini puxta egallagan omilkor ayol. Opa tomorqasida issiqxona ham tashkil qilgan. Shu mahallamizda hamma shu hovlilarini to'liq foydalanib, yetarli qishlik mahsulotlarni o'zimizdan yetishtirib chiqarilyapti hammasi. Bozordan narsa olmay, kartoshka ekamiz, makka jo'xori ekamiz, mol boqamiz, tovuq boqamiz, sabzi, piyoz ekamiz, hamma dehqonchiliklar o'zimizdan chiqadi. Shu daraxtlardan nima qilib hosil olamiz. Biz o'zimiz ham shu yil qatari shu hamma mahsulotlar o'zimizdan chiqarishga harakat qilamiz iloji boricha. Issiqxonamiz bor. Issiqxonamizda ham 12 ta limonim bor. Shu limondan o'tgan yili 300 kilo limon oldim. Sotib, ancha daromad qildik undan ham. Endi kunlik, haftalik nimalarni oborib, qishi bilan shu ro'zg'orni shuni bilan kechirdik-da. Kartoshkalar ham o'zimizdan chiqadi hammasi. Limonlarimiz sog'lik uchun foydali. Shu o'zimiz ham foydalanamiz, uni sotamiz ortiqchasini. Yana issiqxonada undan tashqari bodring yetishtiraman, pomidor yetishtiraman. Ular ham o'zimizga nima bo'ladi. Hozir bodring niholchalarim ko'klab bo'lib qolgan, ularni ham nasib bo'lsa ekaman, tashqariga plyonkani ostiga ekaman. Turmush o'rtog'im ham o'qituvchi bo'lganlar, men o'zim ham o'qituvchi bo'lganman. Hozir nafaqaga chiqqanmiz. Nafaqada bo'lsak ham shu dehqonchilik ishlari bilan harakatda bo'lib turibmiz. Ham o'zimizga ermak, kunda vaqt o'tganini bilmay ish qilib shu ishlar bilan shug'ullanib yuribmiz. Qo'shimcha daromad oilaga. Ikkita kontrakt bilan o'qitadigan nevaram bor. Mahallada ham hamma o'zi shunday dehqonchilik bilan shug'ullanishadi. Hovlilarni bo'sh qo'yishmaydi. Hammani hovlisiga ekin-tekin yaxshi, hamma ishlaydi. Yashil makon umummilliy loyihasining bahorgi mavsumida ham mahalla hududida ko'chat o'tkazish, obodonlashtirish, ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Mahalla yettiligining tashabbusi hamda aholining birdamligi bilan mahalla qabristonida ham obodonlashtirish ishlari olib borildi. Qabristonga kirish va yon qismida ayvon qurildi. Hududi obodonlashtirilib, manzarali ko'chatlar o'tkazildi. Kenagas mahallamizda 3 ta qishloqdan iborat bo'lib, Ravot, Jag'alboy, Kenagas qishlog'i kiradi. Aholi sonim 6672 ta, xonadon sonim 1375 ta. Hozir mana bahor bayrami kelish munosabati bilan aholimizning kayfiyati yaxshi. Mana bayram 8 marta bayramlarni o'tkazdik, Navro'z bayrami o'tkazdik. Har bir xonadonga kirganingizda kayfiyatingiz ko'tariladi. Har bir xonadonda dehqonchilik ketyapti, ishlarni qilyapti har bittasi. Gullar ekkan. Aholimiz bunga aytmasak biz o'rganib ketgan bunga. Necha yillardan beri hammasi biladi. Hozir mana obod mahalla, obod xonadon bo'yicha targ'ibot ishlarini o'tkazganmiz. Hozirgi kunda 4200 dona manzarali va daraxt ko'chatlarini ekib kelyapmiz. Kam ta'minlangan oilalar xonadoniga 10 donadan, yakka xonadoniga 10 donadan, sharoit og'irlari holidan xabar olib, har bir qilgan ishlarimiz hisob kitobini qilib boryapmiz. Hozir bahor fasli kelishi munosabati bilan aholimiz xonadoniga sumaklar qo'ygan, kayfiyati juda yaxshi. Har bittasi uyini orqalarini o'zlari tozalagan, oqlagan, Navro'z kayfiyatida bor. Yosharish bayrami deydi bunga. Aholining kayfiyati zo'r. Xonadonlarimizda har bir ko'chaga kirganingizda kayfiyatingiz ko'tarilib, daraxtlar oqlangan, ko'chalarga gul, ko'chatlar hammasi ekilgan. Bizning mahallamizda muhtaram prezidentimizning prezident qarori bilan 2024-yil 25-iyunda har bir xonadonda servis kompaniyasi, mahalla servis kompaniyasi tashkil etilgan. Shu Urgut rayonida 120 ta mahalla ichida bitta Kenagas mahallasi tanlab olingan. Hozirgi kunda eng sharoit og'ir, kam ta'minlangan oilalardan
10 tasi ishdan band bo'lingan. Hozirgi kunda aholiga ham bu yengillik bo'ldi. Qilinadigan obodonchilik, o'sha obodonchilik bo'yicha ham Mustaqillik bayramimizda eng namunali mahalla deb topilib, Qahramon Qo'ronboyevni eng obod va eng namunali mahalla servis kompaniyasi qimmatbaho sovg'alarni qo'lga kiritdik. Hozirgi kunda mana 7 lik ish olib boryapmiz. Yoshlarni, kam ta'minlangan oilalar har bittasini ish bilan bandligini qilib kelyapmiz, ayollarni, xotin-qizlarimizni. Mahalla faollari ishsiz aholining bandligini ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish va doimiy daromad manbaiga ega bo'lishi borasida qator chora-tadbirlarni hayotga tatbiq etib kelmoqda. Aholi uchun qulay mehnat sharoiti yaratilib, o'zini qiziqtirgan soha va yo'nalishlarda mehnat faoliyatini olib borishlari uchun qulaylik yaratib berilyapti. Shuningdek, hududda ishlab chiqarish va tadbirkorlikni rivojlantirish orqali ko'pchilik aholi kasb-hunarga o'qitilib, ish bilan ta'minlanmoqda. Mana bu mo'jazgina poyafzal ishlab chiqarish ustaxonasida ham mahalla yoshlari kasb-hunar sirlarini o'rganib kelishadi. Bugun poyafzal ustalari tomonidan tayyorlanayotgan mahsulotlarga talab ortib bormoqda. Oilaviy korxonamiz poyafzalchilik, kasbchilik ishi bilan shug'ullanamiz. Ancha yillardan beri ishimizni kengaytirish uchun yoshlardan, hozir qishloqda mahalla yoshlardan jalb qilganmiz. Ishga 5-6 ta yoshlarni ish bilan ta'minlagan joyimiz bor. Yana faoliyatlarni kengaytirish niyatlarimiz ham yo'q emas. Yonimizdan katta loyiha bilan bir qurilish qurgan edik. Shuni ishni kengaytirish. Shu kichik sexni zavod qilish niyati inshaalloh. Ish o'rinlarini Xudo xolasa ko'paytirish. Yosh yigit-qizlardan ham ishga taklif qilamiz. O'zimiz avvalo o'rgatib, keyin ish bilan ta'minlab. Asos shogird analari ham bo'ladi bizlarda. Xudo xolasa shu ishni kengaytirish niyat. Hozirgacha ham shogirdlarimiz bor. Endi boshqa ishlardan keladi. Bizlardan kasbchilikni o'rganib ketadi. O'zini mahallasida borib bitta yer olib, bitta bir kichikroq mahalla tomonidan joy olib ishlab turganlar ham hozir ham bor. Yana Xudo xolasa kelsa yana o'rgatib qo'lni ishga sal o'nglab beramiz. Xalqimizga xizmatimiz tegib turibdi. Shundan xursandmiz. El-yurt manfaati yo'lida olib borilayotgan har qanday xayrli ish borki, bu ko'ngildan beminnat bajariladi. Darhaqiqat, mahalla qoshida tashkil etilgan Obod Kenagaz mahalla servis kompaniyasining ishchi xizmatchilaridan aholi minnatdor. Servis kompaniyasi xodimlari mahalladagi kam ta'minlangan, boquvchisini yo'qotgan, yakka yolg'izlarning xonadoniga obodonlashtirish va ustachilik kabi yumushlarni bajarib berish orqali beminnat xizmat qilib kelmoqda. Servis kompaniyamiz mana shu mahallamizda xalqimizga juda yaxshi xizmat qilib kelyapmiz. Ba'zi bir mana xonadonlarimiz kam ta'minlangan, boquvchisi yo'qlar, keyin sharoiti og'irlarga juda katta o'zimizni hissamizni mana shu mahallamiz hissasi bilan juda katta yordam qilib kelyapmiz. Hozir muhtaram prezidentimizga rahmat, mana shunday servis kompaniyani tashkillashtirib bergan. Ba'zi bir xonadonlarda misol uchun texnikasi yo'q. Bizim hozir shu kompaniyamizga hamma texnikamiz yetarli bizga. Hamma texnikamiz, misol uchun yer haydaydimi, svarka ishimi, avtogin ishimi, ikkita texnikamiz bor, hamma xizmatda bo'lyapmiz. Tom yopishlarmi, hamma Xudoga shukr ishimiz yaxshi ketyapti. Rahmat. Mana shu hozir yaqinda yana eng obod mahalla deb Kenagaz mahallasi juda tasdiqlandi. Mana ko'chalarimizga har kun xizmatdamiz. Yo'llarni obodonlashtirish, oqlash, ko'kalamlashtirish, qolaversa daraxtlarga shakl berish, hamma ishlarimiz juda yaxshi ketyapti. Hozir ham mahallamiz obod bo'lish uchun xalqimizga shu qo'limizdan kelgan yordamni qilyapmiz. Yana bir bor aytamizki, xizmatdan bizni servis kompaniyamiz hech qachon qochmagan. Bundan keyin ham shu hamisha xalqqa xizmatda bo'lamiz. Xalqqa xizmat qilishdan juda mamnunmiz bizlar. Albatta, obodlik ko'ngildan boshlanadi. Bu borada Kenagaz mahallasi ahli hamjihat desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu bois bo'lsa kerak, kenagazliklarning bugundan ko'ngli to'q, ertasidan esa umidi katta.